ota-onani bolasiga qilgan duosini payg'ambar alayhisalom payg'ambarlarni ummatiga qilgan duosi bilan barobar. Payg'ambarni duosiga ota-onani duosi barobar ekan, bolasini haqqiga qilgan duosi. Ota-onangizdan qanchalik duo olyapsiz? Ertaman chiqib ketyapti. Mana Abu Hurayra roziyallohu anhu har kuni vali ekanlar, Madinada vali yo'qligida vali bo'lar ekanlar. Hatto Bahraynga ham vali bo'lganlar. Shunda ulug' sahoba, eng ko'p hadisni rivoyat qilgan sahoba. Nimaga shunchalik narsalarga erishdi? Onasini duosini olganda. Har kuni tongda assalomu alaykum onajon, siz menga yoshligimdan rahim qilganingizdek Alloh sizga ham rahim qilsin deb salom berar ekanlar. Shunda onalari ham va alayhissalom, senga ham Alloh rahim qilsin qariganimda menga yaxshi e'tibor qilganing uchun deb u kishi ham duo qilar ekanlar. Chiqib ketar ekanlar, kelganda ham xuddi shu salomlarni berib ko'rishar ekanlar. Biz tongda chiqib ketishda shoshilmaylik. Ishga kech qolyapman deb choy ichib ichmasdan, duo olmasdan yugurib ketavermang. Otangizdir, onangizdir, kim bo'lsa ham ozgina vaqt oladi. Onajon, otajon bitta duo qiling. Ular sizga duo qilsa inshaalloh yo'lingiz ochiladi. Ishlar uyda har xil balo ofatlardan Alloh saqlaydi sizni. Bir ishni boshlamoqchisiz. Otangiz, onangizdan astoydil duo olsangiz, albatta o'sha rivoj topadi.